بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. Allah Azza va Jalla Qur'oni Karimda büyük bo'lgan oyat haqida shunday deydi. Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlarga avvalgilarga farz qilingandek sizlarga ham Ramazon oyida roza tutishlik sizlarga ham Alloh tarafidan buyurildi. Maqsad bitta, la'allakum tattaqun, shoyat taqvodorlardan bo'lsanglar dedi. Aziz birodarlar, bu biz uchun berilgan eng katta fursat, ibodat fursati. Mana hammamizga ma'lumki, bir yil oldin mana shu Ramazon oyida birga bir safta o'qigan qancha birodarlarimizni borib o'z qo'limiz bilan borib qo'yib ustiga turpoq tortdik. Bir oy avval Sha'bon oyida qanchalari ketdi. Ramazonga bir kun qolgan vaqtda, Ramazonga bir kun 24 soat qolgan vaqtida ham qancha insonlar bu dunyodan o'tib ketdi. Lekin mana shu o'tganlarning ichida aynan Alloh Azza va Jalla bizni bu fursatga, ibodat mavsumiga ko'zimizni ochib qo'yganligi, guvoh qilib qo'yganligi bu aslida birodarlar eng katta buyuk bo'lgan ibodat. Eng katta buyuk bo'lgan fazl Alloh taoloning karomatidir. Ular o'zlari bilan birga garchi bir kecha bo'lsa ham bu Ramazon oyiga guvoh bo'laylik degan orzulari bilan ko'milib ketdi. Ularning orzulari birodarlar bizni qo'limizda turibdi. Alloh Azza va Jalla bizga buni berib qo'ydi. Buni g'animat bilib, har bitta on va lahzasini ibodat bilan o'tkazishlik bu bizni barchalarimizni yelkamizdagi, gardanimizdagi Alloh taoloning buyrug'idir. Ramazon degan bu fursatga, ibodat mavsumiga Alloh taolo guvoh qilishligi, bu bilib qo'ying, 1 oylik, 2 oylik yoki 12 oylik emas, balki butun bir umrlik fursatdir aziz birodarlar. Biz biling, butun umrlik fursatda turibmiz. Agar kim buni zoya qilgan bo'lsa, bu odam Alloh unga bergan butun umrni zoya qilgan bilan barobar bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam Ramazon oyi kelganlarida sahobalarni xursand qildi. Chunki bu Ramazon oyi birodarlar xursand bo'ladigan oy. Alloh Azza va Jalla bu oyda jannat eshiklarining barcha eshiklarini ochadi. Bironta yopiq qolgan, berkik bo'lgan bironta eshik qolmas ekan. Nabiy sollallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki, sahobalarga Ramazonda birinchi kelgan, Ramazonning birinchi tunida sahobalar uchun aytdilarki, qad ja'akum Ramazon. Sizlarga Ramazon oyi kirib keldi. Shahrun muborak bo'lgan oydir. Iftaradallohu alaykum siyamahu. Alloh Azza va Jalla bu kunda, bu oyda sizlarga o'zining ro'zasini farz qildi. Tuftahu fihi abwabul jannah. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklarining barchasi yopiladi. Bironta eshik ochiq qolmaydi. Maqsad nima? Alloh taolo shu bandalarim ibodat qilayotgan vaqtda shayton, ins va jindan bo'lgan shaytonlar ularni ibodatlardan to'sib qo'ymasin. Ularni ibodatlardan chalg'itib qo'ymasin. Ibodatlarni emin erkinlik bilan har bitta on lahzasini fursat bilan o'tkazishliklari uchun Alloh Azza va Jalla shayton va jinlarni o'zi kishanband qilib qo'yadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam so'zlarini davomida tughallu fihi shayatinu fihi laylatun khayrun min alf shahr. Bilib qo'yinglar, bu oyda bir kecha bor. Bu bir kecha 1000 kechadan afzal bo'lgan kechadir. Agar bu oyni har bitta tunini g'animat o'tkazgan inson mana shu qadrli bo'lgan tunga guvoh bo'lib qolsa, bu insonni xuddiki umri
84 yil ziyoda bo'lgan insondek bo'ladi Alloh azza va jallaning huzurida. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning sahobalarga aytgan eng oxirgi so'zlari: "Man hurima khayraha faqad hurim." Kim bilib qo'ysin, Ramazon oyida, Ramazonda Alloh azza va jalla yog'dirib qo'ygan xayriyatlardan kim mahrum bo'ladigan bo'lsa bilib qo'ysin, bu inson Alloh taoloning butun xayriyat, fazilatlari, rahmatidan mahrum bo'lgan banda bo'libdi dedi. Alloh azza va jalla barchalarimizni mana shu Ramazon oyini on va lahzalarini g'animat bilib o'tkazadigan bandalar qatorida qilgan bo'lsin. Sayyidul shuhur, oylarning sayyidi bo'lgan muborak oy, Ramazon oyi barchalarimizga muborak bo'lsin. Ramazon oyi bu oy gunohlar kechiriladigan, xatolar yuviladigan, oxirat amallariga insonlar musobaqalashadigan, Alloh azza va jallaning tunu kun rahmati va mag'firati yog'ib turadigan muborak bo'lgan oydir. Bu oyda boshqa bir oyda, boshqa oylarda yo'q bo'lgan bir qancha fazilatlar bor. Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, Ramazon oyining har bir tunida lillahi utaqa'u minan nar. Alloh azza va jalla bandalarini ichida xohlaganlarini har tunda jahannam o'tidan endi seni ozodsan. Endi seni ozodsan. Endi sen ozodsan deb o'zi ixtiyor qiladigan tun. Mana shu tunda turibmiz birodarlar. Bu tunlarni, bu kunlarni g'animat bilan o'tkazishlik bu har bitta mu'minning vazifasidir. Ramazon oyi bilan xursand bo'lishlik bu haqiqiy mu'min, musulmonlik ishorasi. Mu'min qalbida iymoni bor bo'lgan inson Ramazon kelishligi bilan xursand bo'ladi, chunki bu oyda Alloh azza va jallaning rahmati yog'ib turibdi. Alloh taolo oyatda aytadiki: "Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Ey Muhammad, ayting, ummatingizga, butun ummatingizga ayting. Qul bi fadlillah, Allohning fazli va rahmati kelishligi bilan xursand bo'lsinlar. Falyafrahu, xursand bo'lsinlar. Huwa khayrun mimma yajma'un. Bilib qo'ysin, bu Allohning rahmati va fazilati bu bandalarning ustiga yog'ilishligi insonlar dunyoda to'playdigan mol dunyo, obro', farzand, ayol nima bo'lmasin, hammasidan afzal va xayriyat bo'lgan fursatdir. Qur'on oyi barchamizga muborak bo'lsin. Alloh azza va jalla Qur'onda ajoyib bir oyatni biz uchun nozil qildi. Bu oyat shuki, Alloh taolo aytadi: "Va iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida Qur'on oyati, Qur'ondagi suralar nozil bo'lsa, munofiqlar darrov bir-biriga aytar ekan: "Ha, bu nozil bo'lgan sura nozil bo'ldi. Ayyukum zadatu imana." Kimlarda Qur'on surasi nozil bo'lgandan keyin qalbidagi iymoni ziyoda bo'ldi. Kimni bu narsa xursand qildi deb mu'minlarning ustidan bular kulib mazah qilar edi. Alloh azza va jalla bularga raddiya qilib shu so'zni aytdiki: "Fa ammallazina amanu fazadathum imanan va hum yastabshirun." Iymon keltirganlar, qalbida iymoni bor bo'lgan odam Alloh taolodan Qur'on surasi nozil bo'lgan vaqtida ularning qalblariga, iymoniga iymon qo'shiladi. Va hum yastabshirun. Alloh taolo oyatda davomida va hum yastabshirun. Bular mana shu xursandchilik bilan bir-birlarini tabriklashadilar. Bir-birlari bilan shod va xurram bo'lishadilar dedi. Demak, Ramazon oyi bu bitta oyat yoki bitta sura emas, balki butun Qur'onning ichidagi barcha suralar nozil bo'lgan oy. Bu oyda barchamiz xursand bo'lishligimiz muqarrardir. Alloh azza va jalla bu Qur'onning mana shu oyatida, Qur'on nozil bo'lgan vaqtida, Qur'onning ichida suralar nozil bo'lgan vaqtida mo'minning holati qanday bo'ladi? Munofiqning holati qanday bo'ladi? Shuni bizga bayonini berdi. Endi Ramazon oyi kirsa-yu, ko'chalarda behayolarcha,
uyalmasdan odamlarning oldida og'izlarini ochib yurganlar, bular shu Qur'on nozil bo'lgan bitta sura emas. Alloh taolo bu Qur'on oyatda bir sura dedi, bir sura emas. Butun Qur'on nozil bo'lgan bu oydan ular xursand bo'lganligining ishorasimi bu? Ular xursand bo'lganligining ishorasi mana shumi? Ko'chalarda ko'zlarini haromdan tiymasdan, qo'llarini haromdan tiymasdan, tillarini fahsh, munkar, yolg'on, bo'xton, yolg'on shunday qasamlardan o'zlarini tiymaydigan insonlarning holati endi Ramazon oyi kelganligi, shularning qilgan qilig'i, shularning qilgan ishlari Ramazon oyi bilan xursand bo'lganligimi? Alloh taolo oyatda aytganidek yoki bularning bu qilayotgan ishlari iymoni ziyoda bo'layotganimi? Alloh azza va jalla barchalarimizga Ramazon oyida haqiqiy tavba qiladigan, tavba nasuh bo'lgan tavbani muvaffaq qilgan bo'lsin. Ramazon oyi shunday oy ekanki, lillahi nafahatun. Ramazon oyida Alloh azza va jallani rahmat shamollari esib turar ekan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, rahmat shamollari esadi. Bu kunning tunlarida, kunlarda kim mana shu Alloh taoloning rahmat shamollari esib turgan vaqtida ko'zi ochiq ibodatda qoyim bo'lib qolgan bo'lsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu inson mana shu Alloh taoloning rahmat shamolidan keyin dunyo va oxiratda hargiz baxtsiz bo'lgan bandalar qatorida bo'lmay qoladi. Shunday. Ba'zi insonlarga hayronsan. Hunari halol. Topgani halol, agar yolg'on gapirmasa. Topgani kasbi, ishi qilayotgani halol, agar yolg'on qasam ichmasa. Yolg'on gapirish buni kasbi. Xo'p deydi. Yo'q demaydi. Lekin xo'p degani ana shu. Shunday. Yolg'on qasamlar. Bular mana shu qilayotgan ishi bilan demak Alloh azza va jallani kelgan Ramazon oyiga xursand bo'layotganligi emas. Bular garchi og'izlarida ro'zalari bo'lsa ham, bularning ro'zalariga Alloh azza va jallaning hech qanday ehtiyoji yo'qdir. Ramazon oyi bu musulmonlarning boshidan o'tgan katta futuhatlar, janglar, g'azotlar, musulmonlarning boshiga kelgan nusrat bo'lgan oy bo'lgan ekan. Badr g'azoti aynan Ramazon oyida bo'lgan. Musulmonlarga nusrat keldi. Xandaq g'azoti aynan Ramazon oyida bo'lgan. Musulmonlarga nusrat keldi. Bu oy musulmonlar uchun nusrat bo'lgan oy. Musulmonlar boshiga nusrat kelishligi yoki kelmasligi bular qilayotgan ibodatida qoim bo'lishligi, iymon va ihtisob bilan amal qilish yoki qilmasligiga bog'liqdir. Sezondagi ziyon bu katta ziyon. Buni savdogarlar yaxshi biladi. Sezon kelishdan oldin boshiga nima kun tushsa, hamma rozi bo'laveradi. Arenda puli yetmasa qarz olib to'laydi. Bir kunlik topgani abitiga yetsa ham rozi bo'lib chiqib ketaveradi. Bitta narsani kutib yashaydi u. Sezonni kutib yashaydi. Agar shu kutgan sezon u kutganda emas, o'sha sezonda u ziyon qilib chiqib ketsa, endi bo'ldi, buni ziyonini yopadigan hech narsa yo'q. Endi u keyingi yil kutish kerak. Keyingi yil sezonga hali nima bo'ladi o'zi ham bilmaydi. Ramazon oyi bu oxirat tojirlari uchun ibodat bozori bo'lgan oy. Ramazon har bitta mu'minni ibodat bilan g'animat o'tkazadigan, bu ibodat mavsumini g'aflatsiz o'tkazishga kerak bo'lgan oydir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mashhur bo'lgan hadis. Bu hadisni hammamiz bilsak kerak. Nabiy sollallohu alayhi va sallam bu hadisda Jabroil alayhissalom oldilariga kelganlarida minbardagi xutba qilgan shu minbardagi pog'onadan chiqib ketayotganlarida amin, amin, amin dedi. Nechta amin dedi, nechta amin dedi? Ramazon haqidagi amin degan so'zni nima uchun amin degan? Aytinglar. Kim aytadi?
Ramazon oyi kelsa-yu, gunohlardan pok bo'lib jannatni o'ziniki qilib chiqib ketmagan har bitta musulmonni Nabiy sollallohu alayhi vasallam yuzi yerga ishqalanib xor bo'lsin dedi. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning bu so'zning ma'nosi, agar kim Ramazon oyi kelsa-yu, bu Ramazon oyini dangasalik bilan, bee'tiborlik bilan o'tkazib yuborsa, keyin oqibatda Alloh azza va jallaning rahmati, mag'firatidan uzoqlashsa agar, bu odam Ramazon oyidan keyin xuddi Ramazon oyidek Alloh azza va jallaga yaqin bo'laman deb o'ylamas. Ramazon oyidagi mag'firatni, Ramazon oyidagi keng bo'lgan rahmatni boshqa oylarda qo'lga kiritaman deb o'ylamas. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning Jabroilga alayhissalomga qilgan amin degan duosi bu aslida g'aflat ahli uchun bu duoibat bo'lgan duodir. Alloh taolo barchalarimizni shu duoning ostiga tushib qoladigan bandalar bo'lishligimizni Alloh o'zi asragan bo'lsin. Ramazonga tirik guvoh bo'lib turib, gunoh ma'siyatdan tiyilmasdan bu ibodat bo'lgan oyni g'animat bilmasdan o'lik qalblar bilan chiqib ketishligimizni Alloh taolo o'zi ofiyatda qilgan bo'lsin. Mana shu saflarimizga kelishlikdan uylarida uzrlari sababli ushlanib qolgan birodarlarimizni Alloh azza va jalla shu yerda qilayotgan har bitta ibodatimiz, rakatimiz, sajdalarimiz, duolarimizda ularni ham ajr mukofot bilan sherik qilgan bo'lsin. Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zining muborak hadislarida aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga Tabuk g'azotidan qaytib kelayotganda Imom Buxoriydan kelgan hadis aytdilarki, laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa huwa ma'akum dedi. Madinada shunday kishilar sizlar qoldirib ketdinglar. Madinada shunday kishilar bor dedi. Bu kishilar sizlar Tabukka borib jang qilib qaytib kelguninglargacha har bitta qadaminglarda, har bitta harakatinglarda sizlar bilan ajr mukofotda sherik dedi. Aslida birodarlar, Tabuk g'azoti bu musulmonlarning boshiga tushgan eng katta og'ir janglardan bo'lgan. Madina bilan Tabukning o'rtasida 1000 kilometr masofa. 1000 kilometr masofani issiqda, quyoshning ostida yurish kerak, borish kerak. Hali u yerda qatnashish kerak jangda. Undan keyin yana qaytib kelishlik kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday mashaqqatli bo'lgan jangda Madinada qolgan birodarlar sizlar bilan ajr mukofotda sherik dedi. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, qanday qilib shuncha mashaqqatni boshimizdan o'tkazib, bu yerda jangda yuramiz u. Shuncha mol dunyomizni sarflaymiz, jangga chiqamiz. Mehnatimiz, shunday bor kuch-quvvatimiz. Ular Madinada." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha, shunday bo'lsa ham" dedi. Ularni habasathumul uzr. Sizlar bilan birga bo'lmasligi uchun uyda uzr ushlab qoldi. Shar'iy uzr ushlab qoldi. Boshqa bir hadisda kasal, bemorlik ularni uyda ushlab qolganligi uchun sizlar bilan ajrda, mukofotda teng dedilar. Hozir masjidlar, aksar masjidlar saf bilan to'ldi. Saf oxirgacha boradi. Joy yetmay qolishi ham mumkin. Ko'p insonlar boshida 5 kun, 10 kunga boradi yo bormaydi. Endi 5 kun chiqib qo'ydik deydi, yetadi. Bu yog'i endi oxiri duoga ilashib olsak bo'ldi endi. Duoga ilashib marra bizik. Shular boshida chiqib, oxirida chiqib, o'rtasida masjidlarni xoli qoldirib qo'yishligiga shar'iy nima uzr bor? Bular uchun qanday endi ajr mukofot bo'ladi? Yoki bo'lmasam, mana bu masjidda, palonchi masjidda 5 kunda tugatar ekan, 10 kunda tugatar ekan, xatm qilib olamizda, keyin itorliklarga bemalol bo'lib qolamiz. Aylanib yuraveramiz. Bo'shab qolamiz. Birodarlar, ulamolar qattiq gapni gapirgan. Aytganki, qaysi bir insonni g'ami kayf sopo yeb ichishlik bo'ladigan bo'lsa, bu insonni qadri qiymati chiqadigani bo'ladi. Alloh azza va jalla
barchalarimizni Ramazon oyini omonlik, iymon va salomat va tavfiq bo'lgan oylardan qilgan bo'lsin. Bu oyda barchalarimiz gunohlardan pok bo'lib, Alloh azza va jallaning rahmatini va jannatini qo'liga kiritib chiqadigan oylardan qilgan bo'lsin. Bu oyni o'zimizga, ahli oilalarimiz, farzandlarimizga